bitta maslahat, Real bilan o'ynashma, futboldagi eng kuchli klub bilan o'ynashma. Counter o'yna, kes o'yna, FIFA o'yna, PES o'yna, Mbappe va Rodrigo, Vini bilan o'ynashma. Mayli City, Barsa bo'l, ochkolarda birda bo'l, kambeklarni qiroli Real bilan o'ynashma. Real fanati mard bo'lar, Barsada faqat var bo'lar. Saqich chaynar anchini qoshi bilan o'ynashma. O'ynashma, o'ynashma. G'aladonlar, simbalar Real bilan o'ynashma. O'ynashma, o'ynashma. Kommentlarda karillab Real bilan o'ynashma. Radarga tushganingizdan xabaringiz bormi? Radarga tushganim yo'qmi? Radarga chetda yurganim yo'qmi? Qayerda radarga tushibman? Yurganim yo'qmi? Radar joyda yurganim yo'qmi? Kamera bor joyda ham yurmadingizmi unaqa? Kamera yurganman, lekin tez yurmaganman. Qayerda radarga tushibman? Mana 18-martda tushgansiz yana. Qayerda u? Qanaqa joy? Siz tushmagan bo'lsangiz kim tushgan mana? Rasmlari bilan tushgan. Nechiga qaragin? Remen taqib yuribman-ku. Bilmadim. Qani berchi remen, qayerda ko'rinyapti remen? Mana remen. Mana videosi ham bor. Remen taqib yuribsiz, lekin remenga olib qo'yishyaptimi? Taqib yuribman remen. Qana tushadi bu yerda? Qana remen? Nima remen deydi bu yerda? Ko'rinmaydi remen yerda. Ana videoga qarang. Uni chiqarib ber, men shuni ko'ray. Remen taqilmaganini. Mana turibdi remen taqilmagan. Qani? Hamma joyda remen taqyapsiz, lekin remen bilan olib ketyapti, to'g'rimi? Qayerda tushibman shu? Qayerda ekan bu iplastik? Bilmayman. Remen taqib olganman hali. Hamma kamerada remen olyaptimi hozir? Hammasi olyapti. Odam tezsiz Shunaqa qilib uydagilar bilan kelishgan holatda oilaviy byudjetimizni asrab qolish uchun odamlarga mashina haydamaslikni maslahatini beramiz.